Bugun New York radiosida bizning mehmonimiz Gabriel Law kompaniyasining vakili, bizning vatandoshimiz Baxtiyor aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Baxtiyor aka, mana injury law, ya'ni New Yorkda aynan travma, jarohat olgandan keyin vatandoshlarimizga, qolaversa New Yorkda har bir demak rezidentiga maxsus kompensatsiyalar beriladi. Ya'ni bu avtohalokat bo'ladimi yoki yo'l yurayotgan paytda yiqilib tushgandami yoki qolaversa ish paytidagi olgan jarohatimi. Keling, bugun mana shunday bir savolga aniqlik kiritsak. Ya'ni birinchi bo'lib o'sha avtomobil yo'l transport hodisa masalasini ko'rib chiqamiz. Mana shu hodisadan keyin darhol bizning vatandoshlarimiz nima qilishi kerak? Birinchi o'rinda shu 911 ga telefon qilish kerak. Tez tibbiy yordam so'rash kerak. Ya'ni o'sha voqea joyini iloji bo'lsa ikkinchi o'rinda voqea joyini rasmga tushirish kerak, video tasvirlarga olish kerak. Agar o'sha yerda biron guvohlar bo'lsa, guvohlar bilan ma'lumot almashish albatta zarur. Iloji boricha agar jarohatlari olgan bo'lsa, endi uni ham agar iloji bo'lsa rasmga tushirib olib, tez tibbiy yordam vositasida, ya'ni o'sha skoriy pomosh deydi o'zimiz tilda, o'sha orqali o'sha больницаga tez tibbiy yordam olish uchun yo'l olish kerak. Ba'zida vatandoshlarimiz aytadiki, hech qatim og'rimayapti-ku, bormasam ham bo'ladi-yu deb o'ylashadi. Qanchalik muhim birinchi 72 soatda tibbiy yordamni olish? Bu o'ta muhim bu keys uchun, chunki agar vaqtida olmasa, nima deydi, o'sha tibbiy yordam olinmasa, o'zini sog'ligiga birinchi o'rinda zarar, ikkinchi o'rinda o'sha paydo bo'lgan probel deydi, gap deydi, o'shanda sug'urta agentlari, ya'ni kompaniyalar o'sha narsani vaj qilib ko'rsatadi. Chunki deydi, o'sha paytda murojaat qilmagan, demak jiddiy jarohatlar olmagan, o'shaning uchun hech qanaqa narsalari yo'q. Shuning uchun har bir qanaqa davolarini rad qilishga harakat qilishadi. Sug'urta kompaniyalari bo'yicha keyingi efirda sizga alohida savol beraman. Aytingchi, eng asosiy qanaqa xatolar borki, biz vatandoshlarimiz yo'l qo'yishyapti mana shu xatolarga? Avtohalokatdan keyin, qolaversa o'sha travma olgandan keyin, jarohat olishgandan keyin. Ko'pincha hollarda darhol o'sha, ya'ni aytganaqa muammolar, darhol tibbiy muassasalarga murojaat qilmagani, ko'p ma'lumotlar almashmagani, sug'urta kompaniyasi ya'ni o'sha avtohalokatga uchraganda o'sha boshqa haydovchi bilan ma'lumot olmagani, unga bir ikkita holatlarda bo'ldiki, shunaqa holatlar, misol uchun bizani vatandoshimiz so'raganda, anaqa hujjatingni ber degan. U aytgan, beraman degan, lekin sen o'zingni hujjatingni ber degan. Bu o'zimizni hujjatini bermaganda, u ham bermaganda joy voqeadan almashmasdan ikkalasi ikki tarafga ketib qolgan. Men o'zimiz vatandoshlarga aytamanki, qo'rqmasdan va hujjatlarni berish kerak, taqdim etish kerakda, ulardan tegishli hujjatlarni olish kerak. Ya'ni haydovchilik guvohnomasi, sug'urta polisi, ya'ni qaysi kompaniya, qaysi policy number deydi, o'sha raqamlari, hammasini rasmlarga tushirib olish kerak. U so'rasa, unga ham shu narsani berish kerak. Hech qanaqa qo'rqishga hojati yo'q. U degani u sizning sug'urtangizdan foydalanadi yoki u qiladi emas. Bu yerda sug'urta kompaniyalar kim aybdorligini o'zlari, ya'ni surishtiruv, tergov orqali aniqlab olishadi. Ularda o'zini instrumentlari bor, qanaqa qilib uni surishtiruv, tergovni qilishni topadi, o'zlari aniqlaydi, qancha aybdor bo'lsa bo'yniga oladi. Shuning uchun vatandoshlarimiz shunaqa ko'p xatoliklarga qo'yishyapti, shu asosiy masalalari shu. Tushunarli. Yana bir bor demak telefon raqamlarini eslatib o'tsangiz yaxshi bo'lardi va qaysi lokatsiyalarda, New Yorkning qaysi lokatsiyalarida Gabriel Law kompaniyasi o'z ofislariga ega? Bizada shahar bo'yicha, New York shahri bo'yicha asosiy ofisimiz bu Long Islandda joylashgan, Rockwell Center deydi o'sha shaharchasining ismi. Ikkinchi filialimiz Bronxda joylashgan. Yana bitta filialimiz Queens Flushingda joylashgan. Bizani Brooklyndagi men ishlaydigan ofisimiz Brooklynda joylashgan, 2653 Coney Island Avenue, Brooklynda. Orientir Avenue X bilan Coney Island Avenue ko'chasi. Bizning telefon raqamlarimiz 516 360 91 01
va yana ikkinchi raqamimiz ham bu. Ha, ikkinchi raqamimiz aynan Nyu Yorkdagi o'zbekistonlik vatandoshlarimiz uchun atayin mana shu nomerda kompaniya rahbariyati demak bermoqda. Bu 212 780 90 90. Katta rahmat. Men o'ylaymanki, siz yana mana shu efirga taklif qilamiz va keyingi mavzu bu sug'urta kompaniyalari bilan muloqot. Sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.